Xo'p, muzokara san'ati, ya'ni muzokara ilmini o'rganish kerak. O'zinglar uchun yozib qo'yinglar. Kim muzokarada o'zini yaxshi deb biladi, qo'l ko'taramiz. Kuchli deb biladi. Zo'r. Yaxshi, muzokara san'atini bitta o'rganib qo'yinglar, o'zinglarga keyin baho bersanglar bo'ladi. Muzokarachi turlari bor, sotuv darsida esinglarda bo'lsa o'tgandik. Bu o'zi muzokara terminidan, muzokara ilmidan olingan, sotuv texnikalariga kiritilgan. Qo'y muzokarachi, eshak muzokarachi, tulki va ukki muzokarachi. Qo'y muzokarachi qanaqa bo'ladi? Ha. Ko'p rahbarlarda shunaqa narsa ham bor. To'p xodimlar olayotganda oylik belgilashda, KPI ga ko'ndirishda uni ozgina birinchi usulda bo'lib qoladi. Hop, ikkinchi usul bu eshak muzokarachi. Ya'ni keraksiz gaplarni gapiraveradi, maqsad sari harakat qilmaydi. Lekin xuddi ko'p gapirganidan buni nima deb o'ylaydi? To'g'ri bo'lsa kerak, aqlli bo'lsa kerak deb o'ylaydi, qachonki oldidagi muzokarachi qo'y bo'lsa. Hop, tulki muzokarachi bo'ladi. Bu chem eshakdan ko'ra to'g'ri gaplarni gapiradi, joyiga uradi, og'riqlariga uradi, yechim berayotgandek bo'ladi, lekin tulkiligini agar ukki muzokarachi bo'lsa bilib turadi, u cho'ta aldayapti deydi. Rahbarlarning ichida ham ba'zilari shunaqa. Ya'ni aldab-suldab ishlatadi xodimlar. Kelajakda sherik qilib qo'yaman seni deydi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi deydi. Falon joyga rahbar bo'lib ketasan deydi. Xullas aldab-suldab ishlatadi. Kerak emas gaplarni gapir. Vaqti kelganda keyin gaplari to'g'ri chiqmay qoladi. Xo'p, ukki muzokarachi bor. Bu bor narsani gapiradi, keraksiz va'dalar bermaydi. Berayotgan qiymatini katta qilib ko'rsata oladi. Ya'ni rostdan ham berayotgan qiymati katta bo'lsa, uni ko'rsata oladi. Bor narsani ochiq ko'rsata oladi. Aldab-suldab o'tirmaydi. Faqat tushuntirib bera oladi.